Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Navbatdagi afsona fasonda bo'lgan darvozamizda Xudo xohlasa kraska jarayonlari yakuniga yetdi. Ko'rib turganlaringdek ishlovlari Devo kraska, обязательно грунтовка, ostidan brendовый light, mo'shna bo'lgan darvozamiz Xudo xohlasa o'ta ideal tarzda, mo'shna tarzda chiqdi. Ko'rib o'zlaringiz baho berishlaringiz mumkin. Darvozamizda xolis ideal tarzda chiqqan. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Xudo xohlasa sizlarga tajribali ustalar tomonidan o'z xizmatlarimizni sifatli qilib yetkazib, olib borib o'rnatib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkalarimiz bor. Ko'rib turganlaringiz listlarimiz 2lik listdan 2 qavat shumkali variantda bo'lgan profillarimiz. 6 4 1.7 stenkada bo'lgan. Yon stoykalarimiz 10 ga 10 burusdan bo'lgan, taylar 10lik shivellar. Bu korobka qismimiz. Xudo xohlasa ishlab chiqarishimiz keng hisoblangan tepalarni lazer gullardan beramiz. Yon stoykalarimiz 10 ga 10 burusdan, shivellarimiz 10lik shivellar, shanerlarimiz pachimnilik shaner qo'yib berganmiz. Xudo xohlasa kimga bizda shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Xudo xohlasa bag'ida ham sex jarayonlari ketyapti. Ko'rib turganlaringdek tayyor darvozalarimiz ham bor. Qalin materialda olingan shtampovka variantda bo'lgan. Kvadrat metri 750 ming so'mdan berilgan darvozani aksiyada 650 ming so'mdan chiqarib beramiz. Razmerlariga keladigan bo'lsak 3.30 ga 3.5 bo'lgan. Orqasida turganimiz esa 4 ga 3.5 bo'lgan balandligi. Darvozamiz Xudo xohlasa reklamaga yangilik fasondagi listlarimizni tayyorlaganmiz. Bu darvozamizdan yengil variantda Xudo xohlasa kimgadir ma'qul keladigan bo'lsa qo'yib beraveramiz.